insondan tortib hayvonlarga qadar har bir mavjudotning hayotini davomlashtira olishi uchun bir munchilg'an a'zo organlar intayin mukammal shaklda o'rinlashtirilgan. Bu a'zolarning yaratquchisining Alloh taolo ekanligi qabul qilinmasa, buni savollarga aqlga uyg'un javob tepish kerak. Birinchi, insonning vujudida qo'l, put, yurak degandek bir muncha a'zolar bor. Agar bu a'zolarni atomlar paydo qilgan deyilsa, o'zlaridan xavri bo'lmagan atomlar qo'l, put, yurak degandek shunchavala mukammal a'zolarni qandoq paydo qila oladi? Ikkinchi, dunyoning shart sharoitlaridan xavri bo'lmagan atomlar qandoqsiga dunyoning shart sharoitlariga moslasha oladigan a'zolarni paydo qila olsin? Hech qachon quyoshni ko'rib boqmagan ko'z zarrachilari quyoshni ko'ra oladigan ko'zni, hech qanday ovoz anglab boqmagan quloq zarrachilari ovozni anglay oladigan quloqni, hech qanday tam tetib boqmagan til zarrachilari tam tetiy oladigan tilni, hech qanday puroqni purab boqmagan burun zarrachilari har qanday puroqni farqlantira oladigan burunni qandoqmi paydo qila olsin? Boshqa a'zolar uchunmi o'xshash savolni qo'yamiz. Uchinchi, zarrachilarning qilibi yo'q. Shundoq bo'lishiga qaramay, butun a'zolarni xuddi bir qilibdan chiqqandek yasay olamdi. Bu qandoqsiga mumkin bo'lsin? To'rtinchi, zarrachilar har bir a'zoga munosib keladigan o'rinni qandoq bekita oladi? Bu a'zolar badandagi eng muvofiq o'ringa qandoq o'rinlashtirilgan? Beshinchi, zarrachilar a'zolarning sonini qandoq bekita oladi? Bu zarrachilar Ibn Sinodinmi aqlliqmi? Chunki ming Ibn Sino bo'lgan taqdirdami bu ishlarni qilolmagan bo'ladi. Undaqda atomlar bu ishlarni qandoq qila oladi? Bulardan sirt monolog'imi nazar sepib boqayli. İnsanning 1 yosh vaqtidagi kiyim-kechaklari 5 yoshida, 5 yosh vaqtidagi kiyim-kechaklari 10 yoshida, 10 yoshidagi kiyim-kechaklari bo'lsa 20 yoshida obdan kammaydi. Ya'ni inson cho'ngaygan sari kiyim-kechaklari kichikkab qoladi. Lekin inson har qancha cho'ngaysimi kichikkab qolmaydigan birlik kiyimi borki, u bo'lsa-mu vujud tan kiyimidir. Acaba vujudning cho'ngayishiga qarab kiyimni cho'ngaytgan, o'riqlashiga qarab kichiklatgan, tormo emas, kangmo emas, eng munosib shaklda tikkan tikkuchi zodi kimdir? O'xshash savolni hayvonotlarga va dal-daraxtlarga tatbiqlab boqsangiz bo'ladi. Shunchavala ko'p hayvonot va o'simliklarga kiyimlarni tikib, egalarining cho'ngayishiga qarab kiyimlarini cho'ngaytgan zodi kim? A'zolarning shakllanish jarayonini tushuntirib bo'lanmay tursak, endi kiyimlar oldimizga chiqdi. Acaba har bir mavjudotga eng mukammal a'zolarni bergan va ularga eng qo'llanishchan kiyimlarni tikkan Allohdan boshqa biri bormi? Hozircha koinotni bir yoqqa qo'yib turib, faqat bir tal chivin haqida o'ylanib beqing. Acaba butun insonlar birlashib faqat bir chivinga qanot bekitalarmi? Uning vujudiga eng munosib kiyimni tikalarmi?